Assalomu alaykum Guliston metan uстановka obunachilari. Bugun biz Haval Jolion va Tracker avtomobillarini olib qo'yganmiz. Bularga propan uстановka qilib berdik. Zapchastlari bilan tanishib o'tamiz. Miyalari ista 200 Go Fast original miya. W01 высокоскоростной форсункалар, итальянский Nordic original reduktor ko'rishlaringiz mumkin. Одноразовый filtr, полный итальянский shlankalari, original xomutlarigacha uстановka qilib berganmiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismiga 61 litrlik tabletka propan balon uстановka qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Zapaska joylariga birga bir tushadigan holatda terma trubkalari bilan. Tracker avtomobiliga 47 litrlik tabletka propan balon uстановka qilib berdik. Miya bloklari Stag 200 Go Fast original miya ko'rishlaringiz mumkin. Real italyanskiy original farsunka, Nordic original reduktor. Bunga ham одноразовый filtrlari, italyanskiy shlankalari, original xomutlaridan foydalanib uстановka qilib berdik. Kompyuter ishlarini olib bormoqda hozir ustalarimiz. Bunga 47 litrlik tabletka propan balon uстановka qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Terma trubkalarigacha uстановka qilib berganmiz. Zapravishnisini klient xohishiga ko'ra tagiga uстановka qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Trubkalari osilib qolmagan holatda. Sizlarga ham xuddi shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.